Sizden kimingiz qizil ekan hozir. Qizil kiyim shunday qo'y. Qizil kiyim. Hozir buni qilib turib, diqqat qilinglar. Buni ilib Nakvesak. Çapraz işletim. Buta jurashga shunday qo'y. Bunday qildi. Qo'lingizni berib turing, ha, qo'lingizni berib turing. Hozir buni qo'lingiz bilan daqib ekan qanday bo'ldi ekan? Daqib ekan qanday bo'ldi ekan? Bundan daqib baxsangiz bo'ldi. Dayak bunday qiling, ha. Buni elab qarab turib bunday qilsiz. Men tutib turib, qo'lingizdan bunday qilsangiz. Shiktalni shunday qo'y. Ana bunday qildi, ha. Buni elab qo'limga silib bu yurakni. Sizning men qo'lingizga men solaman. Qo'lingizni ichib turing, ha. Qo'lingizni iching, men qo'lingizni iching. Silib qo'limdikini yutkuytiman desam, ishonamsizlar? Ishonamsiz? Hazır işen dokandı. Ishongan bo'lsangiz o'ynamaylik unda hozir. Ishonmagan bo'lsangiz o'ynaylik hozir. Bunday qildi, ha. Siz abi. Qaytib bir killa. Qo'limda boshqa mendan hech qanday bir narsa yo'q shunday qo'y. Hech qanday bir narsa yo'q. Diqqat. Buni elib, qo'lim silib, buni sizning qo'lingizga solay, ha. Chin tuting. Menda bir siba, sizda bir siba shunday qo'y. Menda bir siba, sizda bir siba. Diqqat turing. Diqqat turing, qarab turing, ha. Bir, menda bir siba shunday qo'y, sizda bir siba. Bir, 2, 3. Besak. Siz yo'q. Aldirmay qo'lingizni chiqaring miyaga. Aldirmay qo'lingizni chiqaring. Aldirmay iching. Besak, ne oldu dedim. Hazır qo'limni yana meni aql ko'p shunday qo'y. Avval bütün ko'rtni halol bir aralashtirib yetib. Aralashtirib yetdik. Ondan ustidagi birinchi ko'rtni ko'rsak, hechkan 5 ko'rsak shunday qo'y. O'shaning ustiga yo'g'on qilib siz imzolarni qo'yib yutamsiz. Yo'g'on qilib imzolarni qo'ysangiz bo'ladi. Zuhmar shunday qo'y. Zuhmar. Hozir mush ko'rtni butun dunyoda faqat bir talla bor shunday qo'y. Avval bunday qildi. Bu zuhmarning ko'rtni ilib, butun ko'rtning 30 daqiqa qilib o'tay. O'sha qatım shunday qo'y. Ondan ustidagi yana bir ko'rtni ko'rsak, nechkan? 8lik tapon shunday qo'y. Bu 8lik taponni ilib bu yerda bu to'minglatdan shunday qo'y. To'minglatdiki. Ichida hech nima yo'q degandek. Qo'y. Bu shuni ichiga buni qilib o'tay. 8lik tapon shunday qo'y. Xon ko'rtni sizdan qo'lingizga o'tdi ya. Qo'lingiz bo'lsangiz bo'ldi ekan. Siz bo'lsangiz bo'ldi. Hozir bu 8lik tapon shunday qo'y. 8lik tapon. Ondan dastlab to'qson ko'rtni bitti. Shunday qo'y. 5lik ishni o'tirishni shunday qo'y. Diqqat. Buni ilib Sak 5lik shunday qo'y. 5lik ish. 5lik ishga o'zgarib shunday qo'y, lekin 5lik ishning ustida sizning imzolangiz bor shunday qo'y. Shunday diqqat. Sak mar. Mushko shunday qo'y. Sizning ko'rtni shundaymi? Bitta. Ondan dastlab ko'rtni bitta. 8lik shunday qo'y, 8lik. Bu 8lik o'zgarib diqqat berish kerak. Qilishimizga ustidagi birinchi ko'rtni ko'rsak, ikki shunday qo'y. 8 kirib. 8 kirib. Tamam. Hozir qo'limdagi bu nima ekan? Zanjirken. Zanjir shunday qo'y. Olqa? To'g'ri, men bu shuylarga odatda shu sizlar nima? Nimte ismi senin ki? Amerika. Mego diyeceğim. Mego diyeceğim. Sizlerden mesela altın yoğun takayıcı olan bir de diyecek. Mızak hazır. Mesela bir tane mi? Kagaz. Kagaz şundan koy kagaz. Bu kagaz göre yapakanda bir mesela var mı yok mu diyecek. Yani yok koy. Anda miyet helakayın eslerden yeni bir çakmak şundan koy. Sizler çakmak oynamalı. Küçük balığı mı çakmak oynayıp olmaydı. Aval bütün kagazını ilip bir urib bitay, d'accord? Oui. Chanka bitay. Etdim. Ondan buni isqab turib, diqqat. Chaqmoq. Voy. Esak. Zanjirdan bir tal uzuk.
Neydi oldu? Üzük. Bu malkuda? Halklara kalgan balkan sensin. Şu zat fark etemeyi için şu. Kanında bulmuş şu. Meygo diyeceğim olup kalandaymış bala. Bak. Üzük. Üzük oldu. Göre basan oldu. Talaşmaya kalay seven. La. Bozak kamu tamamını küçük olan kime ale. Yevetmeci mi bana? Boga emas cuma bu. Oldu ben. Hem dikesek üzük şundak o. Üzük hazır. Minanmış kolum şundak o. Bunu elip durup, çıkarıversek, koysak. Makul bayda, aslı makulum bita doğru. Makulum bunu elip koysak. Üzük. Ağzını Bayda oldu. saplamadın mı? Oldu bak. İlgin sapladım sen mi? İlgin sabahsan oldu. Sen yana koskulum bayda oldu yani. Ben de böyle yetken sensin. Ha, onda olsa birinchi yerga kelgan şeyde. Ahmoştu. Hayır hoş. Bizning programmamizda chin dilimdan yaxshi ko'rib kelganinglarga chin dilimdan rahmat. Sen rahmat aytasan. Eşkallah. Agar bizning programmamizni nayt yaxshi ko'rgan bo'lsanglar, agar Sergal o'rganmoqchi bo'lsanglar, Elchin TV degan salonni ketib, necha navbatida 8. degan sonni avatsanglar, Sergaldek o'rganasizlar. Hamda manturma Voy. kimga sat komandasidan Voy. Torbe salon aktitalkan go. ko'dimi agar mushni qilsanglar, bizning nurg'un yangi chiqqan filmlarni vaqtida ko'rasizlar.